Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xohlasa, bugun sizlar bilan BYD Qibraydagi narx-navolarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda BYD avtomobillarining narxi stabil ravishda turibdi va avtomobillar juda ham sпросga yaxshi bo'lyapti. Ya'ni sotib olgisi kelyapti, ko'pchilik odamlar so'rashyapti, nech pul bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, hammasini bugun video davomida bilib olasiz. Chazorni ikkinchi pozitsiyasidan 4-pozitsiyasiga, ya'ni eng flow pozitsiyasigacha ko'rib chiqamiz. Qisqagina qilib narxlari nech pul va siz bu pulga nima sotib olasiz? Shu narsa sizga qiziq bo'lyapti, xudo xolasa joylar yaxshilab o'tirib olsa, biz sekin videoni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Chazorning ikkinchi pozitsiyasidan boshlaymiz. Ko'pchilik hozir O'zbekistonda sevgan mashinasi xuddi shu bo'lyapti, chunki bu Gentra'ni ham o'rnini bosib, bu Xitoy Gentra'si desak ham bo'ladi. Monzalarni ham ancha sindirib qo'ygan xuddi shu mashinamiz bo'ladi. Bu mashinani olayotganingizda buni to'g'ridan-to'g'ri konkurensiya Cherry'lar bor, keyin undan keyin shunga o'xshagan, ya'ni sedanlar bor. C-klass, mashinamiz C-klass, keyin undan keyin narxi 84 million 43.100 so'm. Bu pulga sizga nima beradi? Sedan kuzov beradi. Sedan kuzov kichkina emas, bu kattagina C-klass sedanni beradi. Mashinada 4-pozitsiyadan farqi bu yerda batareykani o'zida 55 km faqatgina yuradi va keyin undan keyin общий zapas xodi ko'rib turganingizdek 1245 km deb berilyapti. Lekin 1245 yuradimi, yurmaydimi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, endi siz haydashingizga qarab beriladi. Keyin undan keyin bu narsa 55 ham sizdan 100% dan 0% gacha bo'lgan, ya'ni batareykani hisobida aytiladi. Lekin siz misol uchun 100% dan 0% gacha hech kim olib tushib o'tirmaydi. 20% dan keyin sirazi mashinada gibridni o'chirgan bo'lsangiz ham o'zi yonishni boshlaydi. Mashinada misol uchun xohlasangiz gibridni rejimda yurasiz, xohlasangiz o'zi batareykani o'zida ham yurishingiz mumkin bo'ladi. Shaharning ichiga, ishga borib kelishga batareykani o'zida yurib turib, benzinningizni ekonomiya qilsangiz bo'ladi. Lekin benzinni o'zi ham ko'p yemaydi. Aka, mana qarang, yozib qo'ygan benzin rasxodi 100 km ga 308 litr deb yozib qo'ygan. 0 dan 100 gacha tezlash vaqti 7.9 sekund deb yozib qo'ygan. 7.9 yuradi. Akalar, bu to'chni benzin rasxodimiz esa lekin 308 berilgan. 308 emas, bizda 4 litr, 4.1 shunaqa rasxod qiladi. Endi nima uchun ko'proq rasxod qiladi aytilgandan deyotgan bo'lsangiz, bu berilgan, ya'ni sonlar hammasi Xitoy iqlimiga to'g'ri keladigan sonlar berilgan, ya'ni Xitoyning o'zi test qilib berilgan. Lekin O'zbekiston Xitoyga qaraganda sal issiqroq klimatga ega. Issiqroq klimatda mashinani ventilyatorlari va shunga o'xshagan hokazo narsalar ko'proq ishlagani uchun dvigatelga sal ko'proq nagruzka tushadi. Shuning uchun benzin rasxodi где-то 200-300, даже yarim litrga deylik. 4,5 litr yesa ham, bu misol uchun bunaqa klassdagi mashina 4,5 litr boshqa yeydigan mashina o'zi yo'q. Bu yerda 1.5 atmosferani bosimini ishlaydigan dvigatel bilan jihozlangan bo'ladi. Bu Atmo. O'shaning uchun любой 92 da ham yurib beradi. Mashinani tashqari video, ya'ni tashqi ko'rinishidan faqatgina 4-pozitsiyada oldi tomondagi ozgincha, ya'ni yonadigan elementlari bu yerda bo'lmaydi. Qolgan tomonlama yo'q. Ya'ni bir xil bo'ladi. Bu yerda ham 360 kamera bo'ladi, keyin undan keyin luklari bo'ladi, shishali luk bo'ladi. Diskalarda farq qiladigan bo'ladi. Endi esa saloniga o'tamiz. Avtomobilning saloniga o'tirganingizdan keyin qo'lingiz qattiq tegishidan qat'iy nazar hammasi sifatli bo'lgan charm, ya'ni ko'jaga tegadi. Podlokotnikimiz ham yumshoq bo'ladi, keyin undan keyin ya'ni obshivkalarimiz ham yumshoq ishlangan bo'ladi. Eshik ochadigan ruchkalarimiz bu yerda patxrom qilingan bo'ladi, lekin xrom emas, bu nikelvoy bo'lmaydi, ya'ni matviy xrom qilib qo'yilgan. Matviy xrom salonda bir xilgina hamma yoqda, ya'ni ranglari bir xil bo'lib, ko'zingizga va o'zingizni joningizga ham tegib ketmaydigan bo'ladi. Tabloyimiz bu yerda kichkinagina, ya'ni monitorcha bo'ladi. Endi kichkina deganda telefondan katta bo'ladi. Prosta bizga noodatiy holatda bo'lgan bo'ladi. O'rtadagi katta monitorimiz 4-pozitsiya bilan 2-pozitsiyada bir xil bo'ladi. Salondagi eng katta farqi siz bilishingiz uchun bu yerda besprovодной zaryadkasi bo'lmaydi. Ya'ni simsiz quvvatlatchisiz telefon uchun 4-pozitsiyada bo'ladi. Shu tomonlari plus qolgan PRNda, ya'ni shaybali, unda ham bunda ham start stopimiz bo'ladi. Keyin undan keyin barimizni ochgandan keyin barimiz ham kattagina bo'ladi. Botni, ya'ni orqa tomoniga o'tirish shart emas deb o'ylayman. Orqa tomon uchun havo chiqaradigan deflektorlarimiz o'rta tomondan ham bor, keyin undan keyin oyoqni tagiga ham beradiganlari bo'ladimi? Oyoqni tagiga beradigan bo'larmikan? Endi esa olamiz, mashinani salonni ko'rdik. Bu yerda boshqa gaplashadigan narsani o'zi yo'q, chunki bu ko'pchilik Chazorning salonini ko'rgan. Bu yerda alohida, ya'ni sizni e'tiboringizga loyiq bo'ladigan mayda juda narsalarni hisobga olmaganda knopkalar to'g'risida gaplashmaymiz. Knopkani mashinani o'ziga, salon o'ziga kelganingizdan keyin ham keyin ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda juda ham knopkalari ko'p. Ya'ni protivbuksovuchniy sistemalari bo'ladi, keyin undan keyin ESPNlari bo'ladi, ABS bo'ladi, keyin естественно bu mashinada bo'ladi. Keyin undan keyin qorda zanoska kirib
ketmasligi uchun ular bo'ladi. Har xil. Ya'ni mana bu yerda EV turibdi, HF turibdi. HF degani o'sha gibrid rejim bo'ladi. EV degani faqatgina batareykani o'zida yurasiz degani. Bu yoq tomon degani knopkalarimizdan ko'rib turgan bo'lsangiz mod, ya'ni bunda полноценный, нормальный, ekonomiy, sportivniy 3 ta rejimda mashinamiz harakatlanadi. Shuning uchun mashinani ko'rdik, multirulimizda ham bor. Multirulning ustidan zavodskoy o'zini ko'jalar bilan shunday, ya'ni multirulning ustida zavodskoy koja qilib qo'yilgan bo'ladi. Bemalol mashinani olib turib hech qanaqa tuning rasxod qilmasdan haydab yurishingiz ham mumkin bo'ladi. Mashinani hozirgi kunda xuddi shu mashinalarni, ya'ni imtiyozli kreditga ham beryapti. Endi imtiyozli kredit nech pul bo'ladi, qanaqa bo'ladi, u narsasi hozir videomizda cho'zilib ketadi. Shuning uchun mashinalarni ko'rib bo'lganidan keyin teyda telefon raqamlar qoldirilgan bo'ladi. Telefon qilib turib, ikkinchi paysaga imtiyozli kredit qanaqa bo'ladi, to'rtinchi paysaga, keyin uni yuan appga ham bor, Y2 ga ham bor. Ularni o'ziga o'tirganimizda yana bitta gaplashib o'tamiz. Bu 4-paysani saloniga o'tirdi. 4-paysa tashqari ko'rinishidan unaqa katta farq qilmasa ham bitta oldida yonadigan liniyasi bo'ladi, lekin bunda shunisi bilan farq qiladi, eng katta farqi. Va diskasida. Endi diska bilan u yonadigan narsani farqi kerak emas. Salonda qanaqa farq degan, ya'ni ko'pinchalar so'rashadi. Salonida bu yerda besprovодной zaryadkamiz bo'ladi. Keyin undan keyin sidenalarimizda isish tizimi ham bo'ladi. Ya'ni ikkita oldi o'rindiqda isish tizimlarimiz bo'ladi, lekin sovutish, ya'ni обогревimiz, ya'ni abduf bo'lmaydi. Konditsionerlarimiz hammasi klimat kontrol, ya'ni ikkita zonli klimat kontrol bilan ishlaydi. Ya'ni siz haydovchi o'ziga xohlagan klimatni qo'yishi mumkin, keyin passajir ham o'ziga xohlagan klimatni qo'yishi mumkin. Bunda ham, ya'ni oldi tomon, ya'ni orqa tomonga chiqadigan deflektorlarimizdan jihozlangan bo'ladi va сиденье tagiga cho'z, у них нет что ли для ног вот это. Я вот что удивляюсь, у них что, нет что ли, братан? Нету, оказывается. O'rta tomon podlokotnikimizda farqi nimada desangiz, podlokotnikini faqatgina rangida asosiy farqi bo'ladi. Undan keyin bu yerda ham multirul bo'ladi, lekin bu rulimizda sal boshqacharoq bo'ladi. Chem ikkinchi paysaniga qaraganda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda nikel, ya'ni glyansoviy plastiklar juda ham ko'p qilingan rulni o'zida ham. Keyin undan keyin mana bu o'rta konsolning o'zida ham ancha-muncha farq qiladigan bo'ladi. Keyin bu yerda, ya'ni mayda-chuda tashab qo'yadigan joylarimizni ham o'zi ko'proq bo'ladi. Lekin ya'ni bu mashinaning narxida faqatgina bu yerda emas, buni yana eng katta farqi mashinani batareykani o'zida 120 km yuradi deb beriladi. 120 km yuradi deb berilgan mashina shaharning ichida batareykani o'zida qancha yuradi siz? Ну, где-то 90 km yuradi. 90 точно yuradi. Nima uchun 90 точно yuradi deyapman? 120 dan, ya'ni siz o'tda 100% zaryadkadan 120 ni 20% ni olib tashlaysiz, ya'ni qanaqa deganda o'sha 100% dan 20% gacha bo'lgan, ya'ni 80% ni o'zida yurganingizda 120 chiqadi. Ya'ni o'tda 120 dan, ya'ni 120 dan 20% ni olib tashlasangiz 22 km bo'ladi. 22 km, ya'ni 24 km bo'ladi. 24 km ni olib tashlaganingizda o'shanda ham ko'proq bo'ladi. 90 nechidir, lekin men sizga 90 km deb aytaman. 90 km bilan, ya'ni bemalol siz bir kun emas, 2 kun ham bemalol, ya'ni benzinsiz hech narsasiz elektron o'zida ham yurishingiz mumkin. Uzoq distansiyaga ketayotganda xuddi shu mashinamiz necha kilometr yuradi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, общий xodi adashmasam bemalol 900 km bemalol yurib masofani bosib o'ta oladi. 900 bemalol bosib o'tadi. Yana bundan keyin yana misol uchun mashinani o'zi siz qanaqa haydashingizga ham bog'liq bo'ladi. Agar gazni, tepkisini ko'proq bossangiz, mashina kamroq yuradi. Kamroq bossangiz, mashina ko'proq yuradi. Bu benzinli mashinalarda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Buni ko'rdi, endi esa hammaga qiziq bo'lgan Y2 ga o'tamiz. Mashinalarni ko'rdingiz, sizlarga tushuntira oldik degan umiddamiz. Agar nimadirga tushunmasangiz, sizga yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib bog'lanib, bemalol xuddi shu o'tirgan xodimlardan so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkalasi ham, endi men maslahat bermayman o'zi kredit olish, lekin xohlasangiz imtiyozli krediti bor. Men sizga kredit targ'ib qilayotgan inson emasman. Mening fikrim bo'yicha eng yaxshi bu siz pulingiz yetib va siz haydab yurgan mashinadan yaxshisi yo'q. Pulingiz nima mashinaga yetsa, o'sha mashinani xarid qiling. Lekin agar siz misol uchun bir xilla bor, ya'ni imtiyozli kredit deganda nima o'zi, qanaqa? Bu yerda faqatgina peniyasi bor, lekin mashinani ustiga foiz minmaydi. Peniyasi bor narsa agar sizga yoqmasa, unda olmang. Agar peniyasi bor narsani ham ishlayveraman, olveraman siz bemalol kelib turib olishingiz mumkin va xuddi shu mashinalarni sotib olganingizga sizga juda ham ko'p bonuslar qo'shib beriladi. Qanaqa bonusligi ham ma'lumoti kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Y2 ga esa bundan keyingi videoni xudo xolasa o'tasizlar. Shu.